Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistikasiga ko'ra, dunyoda 196 ta katta-kichik davlatlar mavjud. Bu davlatlardan 25 tasi juda boy davlatlar qatoriga kiradi. Bu boy davlatlarda bir kishining bir yillik daromadi 100 ming dollardan yuqorida. Bu siz ko'rib turgan davlatlar esa dunyoning eng kambag'al 20 davlati. Bu davlatlarda esa bir kishi uchun bir yillik daromad 1000 dollardan oz, ya'ni kunlik 3 dollar atrofiga to'g'ri keladi. Misol uchun, Liberiya davlatida xalqning 90% bir kunda 1,5 dollar atrofida pul topadi. Dunyo aholisining juda ko'p qismi kambag'al davlatlarda joylashgan. Dunyodagi 10 kishidan 8 tasi bir kunda 10 dollar atrofida pul topsa, dunyo aholisining yarmi bir kunda 2,5 dollardan pul topishi aniqlangan. Bu kambag'al davlatlar faqat kambag'al emas, sog'liq, ta'lim va xavfsizlik sohalarida ham rivojlangan davlatlardan ancha orqada qolgan. Maqsadga o'tadigan bo'lsak, bu boy davlatlarning yashash saviyasi har qadamda yana ham o'sib borarkan, nima sababdan boshqa davlatlar har qadamda cho'kib boryapti? Bu videoda kambag'al davlatlar qanday xatolarga yo'l qo'ygani va bu boy davlatlar bu xatolardan qanday oshib o'tgani haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Turli xil manbalarni tekshirib chiqqanimda, umumiy davlatlarning boy yoki kambag'al bo'lishiga 3 ta ustun faktlar sabab bo'lar ekan. Bulardan eng birinchisi va ekonomistlarning fikriga ko'ra eng muhimi davlat tashkilotlari. Bu bizda O'zbekistonda mahalliy davlat hokimiyat organlari, davlat qo'mitalari va vazirliklarni o'z ichiga oladi. Boy davlatlardagi davlat tashkilotlari juda sog'lom bo'lsa, kambag'al davlatdagi davlat tashkilotlari ichidan chirigan bo'ladi. Kambag'allik va poraxo'rlik o'rtasidagi aloqa bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Misol uchun, dunyodagi eng boy davlatlarda umumiy kambag'allik va poraxo'rlik juda oz tarqalgan davlatlardir. Boshqa tarafdan, davlat tashkilotlari ichidan chiritilgan davlatlar esa juda kambag'al davlatlar ro'yxatida yuqori o'rinlarda joylashgan. Agar bir mamlakatning davlat tashkilotlari buzilgan bo'lsa, davlat qashshoqlikdan qutulish uchun zarur bo'lgan soliq daromadini yig'a olmaydi. Dunyoning eng faqir 20 davlatini tekshirib chiqilganda, yillik daromadning deyarli yarmini offshor bank hisoblariga chiqib ketgani kuzatilgan. Bir yilda jami 20 milliard dollar daromadning shaxslar qo'liga o'tishi sabab, faqir davlatlar xavfsizlik, sog'liq va ta'lim kabi sohalarga katta miqdorda pul ajrata olmaydi. Kambag'al davlatlardagi davlat tashkilotlarining cho'kishining eng asosiy sababi esa men va olamdagilar bo'lsin degan tushuncha. Qisqacha qilib aytganda, egoizm. Ishga bir kishi olinishi kerak deb hisoblaylik. Boy davlatlarda juda ko'p ish nomzodi bilan suhbat qilinadi. Bu insonlarning qobiliyatlari va ishga layoqatlarini ko'rib chiqilib, nomzodlar orasidan eng mos tushadigan ishga olinadi. Kambag'al davlatlarda esa bu jarayonlar tep-teskari. Men va oilamdagilar bo'lsin tushunchasi bor. Bu esa eng zo'r nomzodni tanlash o'rniga oilangizdan birini yoki yaqinlaringizdagilarni ishga olinishidir. Buning natijasida esa davlat insonlarning orasidagi aqlli, qobiliyatli va mehnatsevar insonlardan yetarli darajada foydalana olmaydi. Bu davlat ishidagi samaradorlikni keskin tushib ketishiga ham sabab bo'ladi. Mamlakatlarning kambag'al bo'lib qolishiga yana bitta sabab esa madaniyatdir. Insonlarning dunyo qarashlari va e'tiqodlari eng og'ir vaziyatga tushganda ham vaziyatni anglab yetishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Jamiyatlar va din o'rtasidagi munosabatlar juda katta hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu yerda qiziqarli fakt berib o'tsam, dunyodagi eng boy davlatlarning 19 tasida aholining 70% ular uchun din unchalik muhim emasligini aytib o'tgan. Aks tarafdan esa dunyoning eng kambag'al davlatlari esa dunyoning eng dindor davlatlaridir. Dunyoning eng kambag'al davlati Kongo Demokratik Respublikasida xalqning deyarli hammasi xristian diniga e'tiqod qiladi va qattiq dindor hisoblanishadi. Unday bo'lsa, nega dinlar va boylik bir-biri bilan teskari? Deyarli barcha dinlar o'limdan keyingi hayot haqida urg'u beradi. Bu dunyo o'tkinchiligi va keyingi dunyomiz uchun savob ishlashimiz kerakligi haqida aytilinadi. Keragidan ortiq pul yig'ish va ishlash oxirat uchun yomon oqibatlarga olib keladi deb hisoblanadi. Boy davlatlarda dinga aloqasi yo'q insonlar faqat bu dunyo uchun e'tibor berib, har qanday yo'l bilan bo'lsa ham harom, halol ajratmay boy bo'lish harakatiga tushadilar. Qattiq ishlab hayotlarini o'zgartirishga harakat qiladilar. Bu faktga shaxsan o'zim qo'shilmasam ham, bu mavzuni keyingi videolarda to'lig'icha yoritib berishga harakat qilaman. Davlatlarning boy yoki kambag'al bo'lishiga ta'sir ko'rsatadigan yana bir fakt bor. Geografiya. Kambag'al mamlakatlarning juda ko'pi tropik hududlarda joylashgan. Tropik hududlarda hayot juda og'irdir. Misol uchun, juda muhim muammolardan biri bu hududlarda dehqonchilik qilish. Ekilgan o'simliklar bu hududda uglevod moddasidan chegaralanib qoladi. Bu hududlarning tuprog'i ham unumdor bo'lmaydi. Yomg'irli va namli havo fotosintez uchun to'sqinlik ko'rsatadi. Tarixda boy mamlakatlarning rivojlanishi
shakllanish jarayoniga nazar solganimizda, umumiy chorvachilik bilan shug'ullanganini, dehqonchilik kabi og'ir mehnat kuchi kerak bo'lgan ishlarda ot va ho'kizga o'xshash hayvonlardan foydalanganini ko'ramiz. Shu sabab katta yerlarni ishlash payti shu hayvonlardan foydalanganini bilamiz. Bu ham mamlakatlarga texnologiya sohalariga foydalanadigan katta vaqt qo'lga kiritishiga yordam bergan. Afrikadagi hududlarga nazar solsak, ferma hayvonlarini minglarcha yildir bir muammodan jabrlanganini ko'ramiz. U ham bo'lsa cho'l chivinlari. Afrikada issiq va namli hududlarda yashagan bu chivin turi fermadagi hayvonlarning deyarli hammasini uyqusiz va holdan toygan holatga keltirib qo'yadi. Bu vaziyat esa Afrika xalqlarining texnologiya va yer unumdorligini o'sishini pasaytirib tashlaydi. Tropik hududlarda faqat hayvonlar emas, balki bu hududdagi insonlar ham turli xil kasalliklar bilan og'riydi. Dunyodagi kambag'al mamlakatlarning hammasi 5 ta tropik kasallik bilan hastalangan. Havo issiqligi ham boy bo'lishga ta'sir ko'rsatadi. O'rtacha issiqlik 16 darajada bo'lgan mamlakatlarda o'simliklarning unumdorligi yuqori ekan, bu issiqlikdan yuqori yoki past bo'lsa, unumdorlik pasayib ketadi. Geografiya ayni vaqtda transport va savdo-sotiqga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Quruq yer bilan qoplangan, dengizga ulashish imkonsiz bo'lgan Paragvay va Boliviya Janubiy Amerikadagi eng kambag'al davlatlar. Afrikada quruq yerlar ichida siqilib qolgan 15 ta davlatdan 11 tasi bir kishining bir yillik daromadi $600 oz. Osiyo qit'asidagi eng kambag'al davlat bo'lgan Afg'oniston ham quruq yerlar bilan qoplangan va dengizga chiqadigan koridori yo'q. Bu vaziyat bu davlatlarning ishlab chiqarishi va tashqi savdo-sotiqga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Aytgancha, tabiiy resurs mavzusi ham bor. Hozirgi kunda neft, qimmatbaho metallar va zargarlik moddalari kabi yer osti boyliklari davlatlarning boy bo'lish uchun katta qadam hisoblanadi. Ming afsuski, umumiy olganda kambag'al davlatlar eng ko'p yer osti boyliklariga ega. Yer osti boyliklarini bir davlatning boy bo'lib ketishi uchun katta ta'siri bordir. Ekonomistlar bunga bir ism ham topib qo'ygan: tezlashtiruvchilar. Yo davlat rivojini tezlashtiradi yoki cho'kishini. Bu yer resurslari davlat tashkilotlari sog'lom mamlakatlarni yana ham boy, davlat tashkilotlari singan mamlakatlarni esa yana ham kambag'allashtiradi. Aslida yer resurslaridan kelgan boylik juda xavflidir. Davlat liderlarini yer resursidan kelgan boylikni aholi bilan taqsimlamay, shaxsiylashtirishga imkon beradi. Boy bo'lishni yagona yo'li eng zamonaviy samolyot yaratish deb hisoblasak, aholining barcha qismi bu loyihani qo'llab-quvvatlashi, aholining aqlli va qobiliyatli insonlarni bu loyihaga o'z hissasini qo'shishi kerak bo'ladi. Lekin maqsadingiz kichik bir hududni kovlab, yer resurslarini chiqarib sotish bo'lsa, ozgina askar va chiqargan minerallarni dunyoga sotish uchun kichkinagina aeroport yetarli bo'ladi. Biz aytib o'tgan faktlarning qaysi biri eng katta ta'sirga ega? Davlatlarning boy bo'lishining 50% davlat tashkilotlaridan, 20% madaniyatidan, 10% geografik hududdan, 10% tashqi dunyo bilan bog'lanish, ya'ni logistikadan va 10% tabiiy resurslarda omadli bo'lishdan kelishi aniqlashdi. Tarix bo'yicha boy bo'lish tushunchasi har davrda farqli bo'lgan. Ba'zi paytlar katta yerlarni bosib olish boylik bo'lgan bo'lsa, boshqa asrlarda esa katta kemalar, bahaybat binolar qurish boylik bo'lgan. Bu tushuncha zamonaviy dunyomizda ham o'zgardi. Endi katta hududiy yerlarga ega bo'lganlar emas, katta armiyaga ega bo'lganlar ham emas, yana ham katta aqlli texnologiyalarga ega bo'lish va yana ham katta daromadlar yig'a oladigan kompaniyalari bor davlatlar boy bo'lishmoqda. Hozirgi kunda yer ostida juda katta miqdorda nefti yoki oltini bor davlatlarning holati hammaga oshkor. Haqiqiy boylikni aql, bilim va texnologiya bilan qo'lga kiritilganini tarix bizga juda ham ko'p isbotlab bergan. Bizning xalqimizga tushadigan ish esa tarixdan bu muhim darsimizni olib, texnologik rivojlanishga o'z hissamizni qo'shish bo'lishi kerak.